Assalomu alaykum, meni mehribon jonlarim. Yaxshimisizlar? Kameraga qarab o'qiyman. Bizim Mirvoris bilan hozir onamlar bilan adamlar dam olyaptilar. Birpas dam olishsin deb hozir namozlarni o'qib kelib, endi gostinitsada o'tiribmiz. Ovqat yeb. Bizga bitta xona berishgan, katta bitta xonadamiz hammamiz. Alohida emasmiz, 4 talamiz birgamiz. Shuning uchun keyin yana so'rabsizlar, nimaga masjid ichiga kirib o'qimayapsizlar deb so'rashibdi. Qizlar ayollar qatoriga Mirvorisni kirgizishmaydi. Bolam kattagina bola bo'lib qolibdi. 5 yoshgacha kirgizadi ayollar qatoriga masjid ichiga. Mirvoris adamlar bilan birga borganda biz onamlar bilan masjid ichida o'qiyapmiz qizlar. То есть dadam yo'q bo'lsalar, men yoki oyim bilan yoki bujonim bilan o'qiyman. Dadam bor bo'lsalar, men dadam bilan o'qiyman masjidda Ichida